Bu yangi atirimiz Zodiac Aqua. Bu muchalga moslab olsa bo'ladi. Hidlariyam har xil. Потому что mana kim skorpion, chayon bo'lsa, yoki mana baliq muchalida tug'ilgan bo'lsa yoki mana rak muchalida tug'ilgan bo'lsa, shularga judayam mos keladigan duxiylarimiz. Parfyum bu parfyum. Buni mili hozir 30 ml. 30 ml sumkalarga ham zo'r помещаться qiladi. Hozir buni ochib, obzorini qilib ko'rsataman. Hozir mana shunaqa qadoqda keladi. Mana qaranglar, bunaqa chiroyli. Zo'r. Mana shunaqa bo'ladi. Hozir hidlarini test qilamiz. Hidlari judayam zo'r. Menga yoqdi, потому что bu aqua hidlari stoyki va judayam okean, gullarni hidi yo'q. Bu ko'proq okeanlarni hidi. И zo'r hidi, stoyki effekt. Hammaga tavsiya qilaman. Faberlic'ni atirlari zo'r. Zodiac degan Aqua menga judayam yoqdi.